Bugungi kunda azizlar, siz azizlar bilan birga Ramazon oyini chiroyli va munosib kutib olishlik uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi ham o'zimizga biriktirilgan mas'uliyatli vazifamizni, ya'ni tarovih namozlarini go'zal o'tkazishlikka harakatimizni boshladik. Alloh nasib qilsa bu yil 1700 dan ortiq masjidlarda xatmi Qur'on o'qiladi diyorimizda. 1700 dan ortiq. Azizlar, mana shu katta ne'mat, buni qadrlang. Agar ichingizda ko'proq xorijga chiqib yurganlar bo'lsa, o'zi yaxshi biladi, so'zimga guvohlik berar. Yoppasiga masjidlarda hammasida ham xatm bo'ladigan diyor faqat O'zbekiston. Va biz o'tgan yilgi tajribamizdan kelib chiqib 27 kunlik xatm qilyapmiz hamma diyorimizda, hamma masjidda. Mana kecha men shu bo'yicha yig'ilish o'tkazdim. Qur'on va tajvid bo'limini boshlig'i, yurtimizdagi eng Qur'onning allomasi, Qur'on ilmining ustasi Shayx Ali domlamiz biz bilan mana birga ishlaydilar. Shayx Alijon domladan iltimos qildim, domla siz ko'rib bering, hamma masjidlarni o'sha o'qilayotgan sahifasi bir xilligini nazorat qilib bering. U kishi aytdilarki, hammasiga belgilab qo'yganmiz, hamma masjid bir xil o'qiydi. Siz bu yerda xatmda ishtirok etib, ertaga Buxoroga borib qolsangiz ham, Vodiyga borib qolsangiz ham, qaysi masjidga kirsangiz o'zi eshitgan joyingizdan eshitib ketasiz. Buni qattiq nazorat qilishlikka kelishdik inshaalloh. Qorilarimizga ham Alloh taolo o'zi himmat bersin, o'zi ularning hifzlarini chiroyli qilsin mana shuni davom etishlikda. 27-kunida Laylatul Qadr kechasida butun diyorimizda xatm bo'ladi va men iltimos qilyapman butun ahli ilmlarimizdan shunday bir paytni belgilaylikda hammamiz bir paytda qo'limizni duoga ochaylik. Shunda millionlab musulmonlar bir paytda Allohim deb turamiz ekan, ichimizdan kimdir Allohning do'sti bo'lib duosi o'tib ketsa, uning barakasidan biz ham bahramand bo'lamiz. Inshaalloh mana shunga harakat qilib turibmiz azizlar. Bu tadbirlarning hammasini tepasida prezidentimiz turibdilar. Qur'onga bo'lgan muhabbatini hammanglar bilasizlar. Mana shu xatmlar bo'lishligida ham ayni mana shu tartibda bo'lishligiga juda katta imtiyoz va imkoniyat yaratib berib turibdi. Albatta berilgan ne'matni shukrini qilib haqlariga duo qilishimiz kerak. Va shu barobarida albatta prezidentimiz alohida qaror, alohida topshiriq berdilar. Bir oy mobaynida siz azizlarni, namozxonlarni, yurtdoshlarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun ichki ishlar, milliy gvardiya hamma safarbar qilindi. Bu aslida xavfsizligimiz uchun qilinyapti. Men iltimos qilaman sizlardan, mana shu tashqarida turgan ichki ishlar xodimlari, boshqalar, siz mashinangizni bu yerga to'xtatmang, unday qiling, bunday qiling desa malol olmaslik kerak. Bu biz uchun qilinyapti, bizning xavfsizligimiz uchun. Ana shu nuqtai nazardan ular kecha-yu kunduz uxlamasdan bizga xizmat qilishlikka kamarbasta bo'lib turibdi. Masjidlarimizning har biriga tibbiyot xodimlari ajratilyapti. Mabodo birortasi kasal bo'lib qolsa qaragan. Imom domlalarimiz tuni kun navbatchilik tashkil qilyapmiz. Hamma safarbar qilindi. Nimaga? Mana shu oyni ibodat bilan, tinchlik bilan, osoyishtalik o'tkazishlik uchun. Bu juda ham katta ne'mat azizlar. Ana o'sha ne'matimizni go'zal ado qilishlikka biz harakat qilishligimiz kerak. Bu Allohning ne'mati. Va shuni barobarida bir narsani aytib qo'ymoqchimanki, har yili Ramazonda bu masala ko'tarilib, qabullarimizga yoshi ulug'lar ham kelyapti. Bu Ramazon bir yilda bir marta kelyapti. Shu dunyoni tashvishlaridan bir oy qutulib turaylik. Hech bo'lmasa o'sha 2 soat ketadi shu vaqtimiz. Shu 2 soatini o'zimizni oxiratimiz uchun, ma'naviy ozuqamiz uchun sarflaymiz deb kelyapmiz. Bu yerda imkon qadar malol keladigan narsalarni qilmaslik kerak. Bir-birimizni hurmat qilishligimiz kerak. O'sha avtoulovlarni ham iloji bo'lsa uzoqroqqa to'xtatib, yayov kelishlikni yo'lga qo'yish kerak. Hamma kelib tiqiltirib yo'lda to'sib qo'ysak, ertaga bu yerdan tez yordam o'tib qolishi mumkin. Yong'inni o'chirish mashinasi o'tib qolishi mumkin. Alloh saqlasin. Yoki o'ta zarurat bilan kimdir chiqsa-yu yo'lda to'sib qo'yib, biz 2 soat yo'lni bekitib qo'yishligimiz yaxshi emas. Hadisda aytadiki, iymon bir nechta bo'limga bo'linsa, eng balandi la ilaha illalloh bo'lsa, uning eng pasti imatatul a'zo, yo'ldan aziyatni ketkazishda aziyat qilib qo'ymaslik kerak. O'sha aziyatlarni to'xtatib, mashinalarimizni bir chekiga qo'yib, iloji bo'lsa
hamma bittadan hozir endi Allohga shukr deyishimiz kerak. Juda ham odamlarning iqtisodi ham rivojlanib ketdi, avvalgidek emas. Deyarli hamma xonadonda avtoulov bor. Hamma o'zi bittadan kelmasdan ba'zi qo'shnilar, yoshlar duo olish maqsadida bir nechtasini o'zi solib olib kelib, sal uzoqroqqa qo'yib piyoda kelsa, payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, kim masjidga yurib kelsa, bitta bosgan qadamiga savob yozilsa, ikkinchi bosgan qadami bilan gunohlari o'chiriladi. Imkon qadar piyoda kelish kerak o'zi aslida. O'sha kattalarimiz aytayaptilar. Bu meni gapim emas, ko'pchilik aytayapti. Mana shu bir oydimizni xushu huzurimiz bilan o'qishligimiz uchun yosh bolalarni ham bir oy mobaynida uyda o'tirib tursa bo'lar ekan deyapti. Chunki bolalar kelib hali u yoqqa yuguryapti, hali bu ishni qilib qo'yapti, hazil qilib qo'yapti, kulib qo'yapti. Keyin bitta narsa borki, qavmning tahoratini mukammal bo'lishligi imomning qiroatini to'g'ri bo'lishligiga yordam berar ekan. Agar tahoratida nuqsoni bor odam bo'lsa, ko'p adashar ekan imom. Bunga kitoblarda bor bu gap. Hozir o'zi maktab mahali ular. Ertalab kechqurun bo'lyapti, beqaro ketadi, ertalab maktabiga borish kerak. Shuning uchun yosh bolalarimizni uylarda ushlaylik azizlar. Bu kattalar hammamiz kelib bir oyda bir xushu bilan, huzur bilan bir yig'lab, maza qilib ibodatimizni o'tkazaylik. Mana shu ibodatga xalaqat qiladigan biror narsani qilmaslik kerak. Ayniqsa yosh bolalar qarovsiz bo'lib qoladi, piyoda ketadi. Men endi necha yildan beri shuni xizmatida yurib, 30 yildan beri necha xil voqeani ko'rdim azizlar. Yosh bolalar kelib tepada uxlab qolganini, ketayotib har xil holat bo'lganini guvohi bo'ldik. Shuning uchun sizlardan iltimos va buni to'g'ri tushunib, ayni mana shu bolalarimizni uylarida ibodatni uyda qilganini ko'rsatib, o'sha iftorliklarda o'tkazib nasihat qilib duo qilinglar. Ularni haqlariga ko'proq duo qilaylik. Ayni Ramazon rahmat oyi, mag'firat oyi ekan, bolalarimizga shu oy baraka oyi bolam. Bu oyda maktabingda ko'proq a'lo baholar olginki, boshqa oylarga baraka bo'ladi. Bu oyda ko'proq dars qilsang, yanada zehning oshadi. Ularni bu tomondan tarbiyasini berish kerak. Ana shunday go'zal bir niyatlar bilan kirib borishligimiz kerak. Va shuning bilan birga azizlar, bu Ramazon oyi mehr muruvvat, saxovat oyi. Bu oy mana shunday mehr muruvvat bo'ladigan, saxovat qiladigan oy. Bu oyni biz faqatgina bir-birlarimiz bilan iftorlikni ko'ynini olishlik emas, balki yetim yesirni ko'ynini olishlikka ko'proq e'tibor berish kerak. Beva bechora kambag'allarni ko'ynini olishlikka e'tibor berish kerak. Prezidentimiz chiqargan o'sha qarorda alohida Ramazonda mehr muruvvat va saxovat oyiga aylantirishlikni taklifini berdilar. Mana shu oyda mehr muruvvat, saxovat oyiga aylantirish kerak aslida. Men iltimos qilardimki, savdogarlarimizdan, tojirlarimizdan Ramazon oyi kirishi munosabati bilan oziq-ovqat mahsulotlarini arzonlashtirsangiz juda katta ehson qilgan bo'lasiz. Ramazon kirishligini men har yili iltimos qilyapman. Shunday qilaylik azizlar. Bolalarimiz Ramazonni har yili umid bilan kutsin. Aytsaki, bola otasiga, onasiga kelib, menga mana bunday narsa olib bering desa, to'xtab turib, bolam, Ramazonda olib beraman. Ramazonda hamma narsa arzon bo'ladi degan narsani qilishimiz kerak. Bizda Ramazon kirishi bilan oziq-ovqat qimmat bo'lishni boshlaydi. Talab kuchaydi. Yo'q. Boshqa oylarda mayli 1000 so'm foyda qilayotgan bo'lsangiz, bu oyda 100 so'm foyda qiling-da, lekin boshqa oydagi 1000 so'mingizdan ko'ra 100 ming so'm, balki millionlarcha barakasini ko'rasiz. Bu oyda shunaqaga aylantirish kerak. Iloji boricha mana shu oyni faqatgina shu saxovatga aylantiraylik. Yurtdoshlarimiz, kambag'al, beva bechoralar albatta hamma bor, hozir iloji yo'q. Shu jamiyatimiz bor ekan, yetim bor, ota-onasidan ayrilgan bor, qo'li yupqalar bor. Ana o'shalarga muruvvatimizni kuchaytirsak edik, Ramazon oyini nihoyatda har yili bir fayz baraka bilan kutadigan bo'lardi. Ramazon oyini demak oldimizga mana shu shior bilan faqatgina mehr muruvvat, saxovat oyiga aylantirishlikka oldimizga harakat qilaylik.